hozir bidalarimni yig'ib oldim. O'zimga qahva damladim. Turk qahvasi. Mana aka yuziga chiqdi. Qushning nimasi, tumshug'i, kallasi. Demak, yaqinda menga bir yaxshi xushxabar kelyapti. Ba'zan oyoq kiyim chiqadi, tufli. Keyin oyoq izi chiqadi. Keyin yurak chiqqan bir marta menga. Keyin bir ayol kishi namoz o'qib yotgani, bunday sajda qilib turadi-ku. Ana shunday figura paydo bo'lganda, endi men ham ko'p bilmayman qahva folini, lekin o'rganganman, oz-ozdan o'rganganman. Keyin ba'zi bir o'rtoqlarimga ochardim, lekin to'g'ri chiqadi. Ba'zilari noto'g'ri chiqadi. Endi bu ham bir kun o'tishga zerikmaslik uchun shunchaki hamma narsaga avvalambor Xudo sababchi. Odamning aytgani hech qachon bo'lmaydi. Xudo nima degan bo'lsa shu. Mana hozir qush chiqqan. Buni ichamandan shu vaqt o'tish uchun zerikkanimdan yopib qo'yaman. Keyin qarayman, lekin o'zimnikini hech tushunmayman. Ba'zan bitta ikkitasini nima qilib olmasam, o'zimga hech qora olmayman-da, bilmayman. Boshqalarniki chiqadi, lekin yaxshi bo'lib to'g'ri chiqdi deydi.